Assalomu alaykum hammaga. Bolalar tuzum sizlar charchamayapsizlarmi? Bugun Chiefy GPY'dagi long trade'ni ko'rib chiqamiz. MXM bo'yicha ishlandi. Hop. Har doimgidek katta time frame weekly'dan boshlaymiz. Internal range liquidity FV'ga bor edi bizda. Keyin external range liquidity buy side. Va biz keyin yana bitta FV'ga ham target. Mana xaylar. Keyin nima qildik? Keyin weekly'dan har doimgidek H4 time frame'ga qaraymiz. Weekly'dan H4 ga o'tamiz. Time frame alignment bo'yicha. H4 da ko'p narsa yo'q edi. H4 da nima bor edi? Mana bu candle'lardan order block qilsak bo'ladimi? Xullas shuni reaksiya olayotgan edi. H4 da ko'p narsa bo'lmagani uchun atak sweeplardan o'zi narx SMR berayotganini ko'rdim. Shuning uchun bemalol H1 ga o'tib, H1 da nimadir bor deb o'yladim. Shuning uchun H1 ga qaradim. H1 da bo'lsa nima bor edi? Birinchi order blockdan EFO'gadan reaksiya ko'rdim. London Killzone'da va keyingi tasdig'im mana bu order blockdan reaksiya bu entry uchun bo'lardi. Siz xullas shunaqa kartinka mana bu buy side chiroyli ko'rindi. Shuning uchun shuni target qildim, target deb oldim. Ko'ryapsizlar, sweep MSS London Killzone tasdiq beryapti. Classic buy day bo'lishiga keyin New York Killzone'da reversal time'da tasdiq qidirib entry qilyapmiz. H1 dan M5 ga o'tyapman. Hop, M5 dan ochib turamiz. M5 da nima bor edi? Mana time qarasanglar 8:30 va 9:10 da 8:30 dan 9:10 gacha bu vaqt sizlarga reversal time deyiladi. Shu vaqtda narx razvorot qiladi ko'pincha. Va M5 da nima bor edi? Ana o'sha H1 dagi order block. Birinchi MSS berdi. MSS kemanda candlechadan reaksiya oldi. Xullas mana shu reaksiya oldi bitta. Keyingi reaksiyasi o'zi entry. Bu chiroyli order block. Entry qilish PDR bo'lib berdi. Mana shu order blockni entry qilib oldim. To'g'ri, bu unaqa ko'p tasdiq emas. O'ta ko'p tasdiq yo'q. M5 da ayniqsa. Faqat MSS ikkinchi o'zi подтверждениyadan entry qilindi. Nimaga? Bunaqa risk qilindi. Xullas короче o'tdi. Reversal time birinchi navbatda bu kuchli tasdiq time bu bilasizlar narxdan ham kuchliroq anaqada turadi. Kuchliroq vazifada turadi. Agar sizda narx zo'r bo'lsa-yu, price action zo'r bo'lsa, tasdig'i zo'r bo'lsa, lekin to'g'ri vaqtda entry qilmasangiz, undan короче kechirasizlar. U tasdig'larni boshqa narsalarni foydasi yo'q agar time ahamiyat bermasanglar. Shuning uchun bu yerda time target lekin qolgan time frame'larda tasdiq yaxshigina edi. Keyin no risk no Ferrari
Shuning uchun bosib yubordik. TX 5 4.5 error berdi bizga. Mana executionlar mana. Entry to'g'ri error olganmiz split bilan. To'liq peshiri. Entry. Mana chiqish ideal. Uchta. Xullas shunaqa. Adashmasam news ham GPY'ga bor edi. Juma kunida chifga news borligi sababli volatilность yuqori, shuning uchun Tesla ko'p kutmadik. O'zim 2 soat 3 soat New Yorkda ochib London sessiyasida ochib New York oxirigacha kutgan pozitsiyalarim ham bo'ldi. Juda oxirgi vaqt M15 da entry qilib yurgandim. Bunaqa katta errorga qiziqmay 2 error ham shunaqa 2 soat o'rtacha 2 soatida 1,5 soatda ushardim qiziqani. Lekin bu adashmasam 2 3 4 5 6 1,5 soatga bormadi. Mana Telegram kanalimga postlar tashladim men. Burga Telegram kanalimga kirsanglar, har xil ideyalar, ideya emas, biaslar bilan insightlar berib turaman. Masalan, mana Eurodagi range ga tushib qoldi ozgina vaqt. Shunaqa qilib agar o'rtacha shunaqa vaziyatlarda nima qilsa bo'ladi? Tepadan FVGdan reaksiya olib, pastdan FVGdan reaksiya olib, siz bilmayapsiz, narx qatga ketadi. Shunaqa vaziyatda prosta kutish kerak. Bank hold deydi, skip qilamiz. Shunaqa insightlar, ideyalar berib turaman. Xullas bu video shu haqda yaxshi street bo'ldi. 15% dan kamroq risk qildik. Yo'q, 15% risk qildik, 2% olib chiqib ketdik. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Nozik joyini ko'rsatsang o'lasan, xuddi ko'rsatmaysan u qalbingni yarasin. Shunaqa hayot, okey, xo'p. Uni ideali sen emas, K-pop. Gapiraman desang ey ko'p, lekin nima foyda? Erkaklarning hissiyotlari bo'lmaydi. Erkaklar bu doim kimnidir umidi. Erkak doim sevilish uchun to'laydi. Hech narsasi yo'qni hech kimi bo'lmaydi. O'ylanib kechalar uyqudan oldi. Tosh bo'lib yurak his tuyg'udan qoldi. Mayli do'stim, menga qo'y muzlab qoldim. Kunduzlar keldi, lekin izlar qoldi. O'ylanib kechalar uyqudan oldi. Tosh bo'lib yurak his tuyg'udan qoldi.